بسم الله الرحمن الرحيم Mehribon va rahmli Allohning nomi bilan boshlayman. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. Ey iymon keltirganlar! Agar mening yo'limda jihad qilib va roziligimni so'rab chiqqan bo'lsangiz, mening dushmanlarimni va o'zingizning dushmanlaringizni do'st tutmanglar. Sizlar ularga do'stlik qilasizlar, ular bo'lsa sizlarga kelgan haqqa kufr keltirarlar. Robbingiz bo'lmish Allohga iymon keltirganingiz uchun payg'ambarni va sizni haydab chiqararlar. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Siz ularga do'stlik qilib sir aytasiz. Holbuki men nimani maxfiy tutganingizni-yu nimani oshkor qilganingizni juda yaxshi bilurman. Oralaringizda kim o'sha ishni qilsa, to'g'ri yo'ldan adashgan bo'ladir. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Agar ular sizdan ustun kelsalar, sizga dushman bo'larlar va sizlarga qo'llari tillarini yomonlikla cho'zarlar. Va sizlarning kofir bo'lishlaringizni xohlarlar. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Qarindoshlaringiz va farzandlaringiz sizga hech manfaat bera olmaslar. Qiyomat kuni u zot oralaringizni bo'lur. Alloh nima qilayotganingizni ko'rib turguvchidir. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. Haqiqatda sizlarga Ibrohim va u bilan birga bo'lganlarda yaxshi o'rnak bor. Ular, biz sizdan va siz ibodat qilayotgan narsadan bezormiz, sizga kufr keltirdik. Endi toki yagona Allohga iymon keltirmagunlaringizcha oramizda doimiy adovat va kuchli nafrat paydo bo'ldi, dedilar. Magar Ibrohimning otasiga qarata, albatta sen uchun istig'for aytaman. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Magar Ibrohimning otasiga qarata, albatta sen uchun istig'for aytaman, sendan Alloh azobi dan biror narsa qaytarishga molik emasman, degan so'zi mustasno. Ey Robbimiz, faqat senga tavakkal qildik, faqat sengagina qaytdik va qaytib boradigan joy ham faqat senginadir. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Ey Robbimiz, bizni kofirlarga fitna qilib qo'ymagin va bizni kechirgin. Ey Robbimiz, albatta sen o'zing aziz va hakimsan. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Albatta kimning Allohdan va qiyomat kunidan umidi bo'lsa, shular uchun ularda yaxshi o'rnak bor edi. Lekin kim yuz o'girsa, Alloh behojat, maqtalgan zotdir.
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Shoyatki Alloh sizlar bilan ular ichidagi dushmanlaringiz o'rtasida do'stlik paydo qilsa, Alloh qodirdir. Alloh kechiruvchi va rahmdildir. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Alloh sizlarni diniy urush qilmagan va diyorlaringizdan chiqarmaganlarga yaxshilik va adolatli muomala qilishdan sizlarni qaytarmas. Albatta Alloh adolat qiluvchilarni yaxshi ko'radir. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Albatta Alloh sizlarni diniy urush qilganlar, diyoringizdan chiqarganlar va chiqarilishingizga yordam berganlarga do'stlik qilishdan qaytarur. Ularni do'st tutganlar ana o'shalar zolimlardir. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. Ey iymon keltirganlar! Agar sizlarga mo'minalar hijrat qilib kelsalar, ularni imtihon qilib ko'ringlar. Alloh ularning iymonini bilguvchidir. Bas mo'minaliklarni bilsangiz, ularni kofirlarga qaytarib yubormang. Bu ayollar ularga halol emas va ular ham bularga halol bo'lmaslar. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Va u kofirlarga nafaqa qilgan narsalarni qaytarib beringlar. Va u ayollarni nikohlab olsangiz, agar mahrlarni bersangiz, sizlarga gunoh bo'lmas. Kofir xotinlaringizni nikohlaringizda ushlab turmanglar. Nafaqa qilgan narsalaringizni so'ranglar, ular ham nafaqa qilgan narsalarni so'rasinlar. Bu sizlarga Allohning hukmidir. Orangizda hukm qiladir. Alloh bilguvchi va hikmatlidir. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Agar ayollaringizdan birortasi kofirlarga otib ketsa, urushda tushirilgan oljadan xotini ketib qolganga, u nafaqa qilgan miqdorni beringiz. O'zingiz iymon keltirgan Allohdan qo'rqing. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ey Nabiy! Agar mo'minalar senga Allohga hech narsani shirk keltirmaslik, o'g'rilik qilmaslik, zino qilmaslik, bolalarni oldirmaslik, qo'llari va oyoqlari orasidan bo'xton toqib keltirmaslik va senga yaxshilik ishda isyon qilmaslikka bayat qilib kelsalar, ularning bayatini qabul qil va Allohdan ularning gunohini kechishni so'ra. Albatta Alloh gunohlarni kechiruvchi va mehribondir.
يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Ey iymon keltirganlar! Allohning g'azabiga uchragan qavmni dost tutmanglar. Kofirlar qabr egalaridan umid uzganlardek, ular ham oxiratdan umid uzganlar.